Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Har doimgidek sifatli va hamyonbop narxdagi kvartiralar faqatgina Drujba ko'chmas mulk agentligida. Eshikdan kirish qismi ushbu uyimiz studiya formatda ta'mirlangan bo'lib, eshikdan kirishda bu yerda yumshoq mebel qilingan, kirishingiz mumkin jurnalli stoliklar, oyoqdagi to'liq kafel qilingan hamda tepli pol mavjud. Eng sifatli gilamlardan to'shab qo'yilgan. Bu yerni siz xol sifatida ishlatishingiz mumkin. Chiroyligina qandillar ham qo'yilgan. To'g'rimizda televizor ham bor. Bemalol o'tirib dam olish uchun zona ham qilingan. Bu tomonimizda sanuzul xonamiz, yotoqxonamiz hamda oshxonamiz. Uyimizni oshxonadan ko'rishni boshlaymiz. Eng sifatli zakazli MDF eshiklar. Oshxona mebellar bilan jihozlangan, gaz plitasi, vытяжка, rakvina barchasi mavjud. Bu yerda Bestem brendi muzlatgich ham bor. Yap-yangi, hali salfanlar olinmagan hamda duxkonturni isitish tizimi ham shu yerda mavjud. Fayzli xonadonimiz 50 kvadrat metrni tashkil qilgan holda sotilmoqda. Bu yerda divan qo'yilgan, 2 kishilik, panoramli oynalar. Uyimiz did bilan ta'mirlangan, barcha jihozlar bilan birgalikda sotilmoqda. Sanuzul xonamiz ham tepli pol qilingan, vanna, rakvina, unitaz barchasi mavjud hamda bu yerda ariston ham o'rnatib qo'yilgan. Manzilni eslatib o'tamiz. Manzil Buxoro shahar Dinamo Kalsi oldidagi 8 qavatli elitli liftli uyning 8-qavatdan bir xona, 2 xona qilingan studiya formatdagi Fayzli xonadonimiz sotuvga chiqdi. Agarda sizga uyimiz yoqqan bo'lsa, tezda quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.